Assalomu alaykum, akustik kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz individualniy fikrladishlar haqida. Nima uchun individualniy fikrladishlar qilinishi kerak? Biz akustik jamoasi yosh bolalar uchun ham, yosh katta insonlar uchun ham, qay yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, eshitish moslamalarini olayotgan insonlarga albatta mana bunga o'xshash maxsus individualniy fikrladishlarini yasatishlarini maslahat beramiz. Sababi, sozlanayotganda uni qulog'ini ichki obyemini hisobga oladi. Shu sozlash mobaynida universalniy fikrladishlardan foydalanadigan bo'lsak, apparat sozlanayotganda 100% to'g'ri sozlangan hisoblanmaydi. O'shaning uchun qay yoshdagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, quloqni orqa qismida turadigan eshitish moslamasini yoki quloqni kanalida turadigan eshitish moslamalarini olishidan qat'iy nazar, albatta individualniy fikrladish qildirishlarini maslahat beramiz. Mana misol uchun biz quloqni ichki ko'rinishi deb olsak, har bitta eshitish moslamasini individualniy yoki universalniy fikrladishlar bilan sozlasa bo'ladi. Universalniy fikrladishlar o'z nomi bilan universal bo'lganligi uchun har bitta insonni qulog'ini ichki kanaliga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kalta bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam quloqni o'sha ichki kanaliga sig'masligi mumkin. Bu narsa esa eshitish moslamasini noto'g'ri sozlashga olib kelishi mumkin yoki bo'lmasam eshitishni to'liq 100% yaxshi eshitish holatiga olib kelmasligi mumkin. Individualniy fikrladishlar bilan qiladigan bo'lsak, individualniy fikrladishimiz quloqni ichki holatini 100% hisobga oladi va sozlash jarayonida eshitish moslamamiz 100% to'g'ri sozlanadi. Eshitish moslamasida tovushni yetkazib berish ham aniq va tiniq bo'ladi.